Hammaga assalomu alaykum. O'zgame Studio kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda biz TikTokdan yig'ilgan shaxsan bitta o'zim tanishim yig'ib berdi qo'rqinchli videolarga bugun sizlar bilan reaksiya qilamiz. Men odatda umuman deyarli qo'rqmayman videolardan yoki o'yinlardan, nimagadir shunaqa. Soat ham deyarli mana 9 bo'lib qolgan. Ishonchliroq, bir qo'rqinchliroq bo'lsin deb 12 da yozmoqchi edim, lekin menimcha 12 dan keyingisiga duh yetmasa kerak. Shuning uchun hozir yozib qo'yapman. Gap cho'zib o'tirmasam, menimcha sekin videoni boshlasak ham bo'ladi. Agarda siz qo'rqishga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz, agar siz bu videoni 12 dan keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, video boshlandi. Xo'p. Odatda aytib qo'yaman, bu yerda har xil videolar bor. Men ko'rmaganman hech qaysini. Ishonching ko'ramiz. Davay, bo'ldi, gap cho'zmaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, qanaqada kallam. Lekin odatda bunaqa videolar menimcha o'rnak. Onasini yersa, keyingi videoga o'tib ketdimmi bu? Nimasi qo'rqinchlimi? Voy, bilan muzikadan qo'rqib ketdim men. Yo'q, birisi. Menimcha bu video ishlangan. Oh. Estos son 3 videos de cosas que los humanos nunca Ishonchli uchun men ovozini 100 qilib qo'yganman mana. Balandroq chiqsa, ya'ni qo'rqsa ham en qo'rqsin. internet sobre él. Hop. Se sabe que si lo ves de noche te va a producir un sentimiento Ya, ¿quién bu? perturbador. Ye? No. Ye, oni magar. El siguiente video es inquietante, pues a cualquiera Va, de nosotros hit nos videosini podría qo'shishga nima ocurrir bor algo edi? así. Shu hitlarni ko'rgim Imagina kelmayapti que un do'st. día te encuentras solo en tu casa. O bueno, Tay. eso es lo que tú crees Muzikadan qo'rqib cuando ketdim ves lekin men esto bu. al pasar frente a una habitación. Yo'q. Nimadir kallasida endi bu, yo odam ham qilayotgan bo'lishi mumkin bunaqa videolar. Nima balo bo'lyapti? Kimdir taqillatyaptimi shunda? Yo, uyga bosib kelishdi. Bu pistoletimi nimadir bor ekan. Yo'q, bara yo'q. Och eshikni. Och, bilasan nima borligini. La, eshikni ochmayapti, qara, atayin qilmayapti. Davay, och. Espérate para allá, ya tranquilo para allá. Video olishga balo bormi? Ye, ona nimaga? Ye, Espérame, voy a ver allá abajo. hech no hay narsa nada yo'q. allá. Qo'shnisi bor da. Bu o'zini uyimi yo? Ya o'zini uyi ekan bu. Men uni dom deb o'ylabman-da. Ona nimaga? Kimni chaqiryapti? Men uzurini ani ingliz tilini bilmayman. Yeah, sure, honey. Just give me a second. Qizi chaqiryapti menimcha, papdi-ku. Inglizcha bo'lishi ham mumkin. O. Bu uyushtirilgan bu. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Yo'q, qoch. Tamam. Kiyim do'konim. Manikiyerlar. O'ylay ayol ko'rsatmay qo'ya. Hech narsa yo'q. Kuchuda. Nima bo'lyapti?
Shunma, yo ikkita kuchukmi nima bor? Menimcha bu anaqa bo'lgan. O'zini kuchugi bor, tashqarida yana xuddi o'zini kuchugiga o'xshagan turibdi. Balki jimpilla bo'lishi ham mumkin, hayvonga o'xshab aylanib oladi-ku ular ham. Mayli, ishim g'alati bo'lib ketdi lekin. G'alati odam ekan. Iye. Qo'shnisimi? Nek bo'lgan qo'shnida ya. Oppa. Nima bu odam? Bu точно uyushtirilgan lekin bakali. Точно. Bu yoqda ham bor. It. Qushim bitta quloqni yo'naq turibdi. Baliq o, kechqurun baliq ovlashga balo bor. Wo. Ana. Mana sun'iy intellekt ishlangan bu. Kimdir yig'layapti. Bola turibdi. Niño. Ye. Ya. To'xtayli. Qarab turinglar. Mana Mahmudga tushib ketadigan joy bor. Ya bu uyushtirilgan. Bu aniq точно uyushtirilgan. Mana qaranglar. Bola sig'ib ketishi mumkin bu yoqqa. Kichkina bola bo'lsa. Lekin bansidagilarni yomon ko'raman. Juda ko'p bo'ladi bansida. Ya. Bu точно sun'iy intellekt bu. Svetam o'chib qoldi. Nima bo'ldi? Kimdir yurib o'tdi. Mahmuddan qarab turinglar, kimdir yurib o'tdi. Mana ko'rdinglarmi? Orqasidan yurib o'tib ketdi. Может, odam bo'lishi ham mumkin. Yo, prasata. What the fuck? Nima bu? Nima bu? Animi radiatorni. Backrooms bu. Yo, uyini radiatorni tagida backrooms ko'ryaptim. Montaj bo'lishi ham mumkin lekin bu. Orqasida o'tiribdi. Yo, prasata. 1994 o'zbeklar videosi ham bor ekan, qani ko'raylik. yilda kollej talabasi Jon Edvards va uning singlisi Pem Florida shtatidagi Ocala milliy o'rmoniga tinch hordiq uchun kempingga yo'l olishadi. Ular jihozlarni o'rnatishni boshlagan paytda yonlariga bir notanish kishi kelib, yordam taklif qiladi. Yo'ldan charchagan Pem taklifni mamnuniyat bilan qabul qiladi. 1 soat o'tib, o'sha notanish qaytib keladi va yonida akam deb tanishtirgan yana bir odam bo'ladi. Ularning ikkalasi ham o't boshida ular bilan o'tirib suhbat qurishadi. Kechki payt taxminan soat 22:45 atrofida notanishlardan biri yaqin atrofdagi ko'ldagi timsohlarni suratga olishni taklif qiladi. Qiziqqan Jon va Pem rozi bo'lishadi. Biroq yo'l ko'rsatib ketayotgan begona erkaklar ularni ko'lga olib bormaydi. Kutilmaganda ulardan biri Pemga zarba berib, uni yiqitadi va qo'liga kishan soladi. Jon vaziyatdan hayratda qolib, ular ko'tarib yurayotgan tayoqni olib, o'zini himoya qilishga harakat qiladi. Ammo kurash uzoq davom etmaydi. Begona erkaklar uni tezda bosib olishadi. Uni yo'lak bo'ylab sudrab ketishadi va Jon og'ir jarohatlar oladi. Shu orada Pem lagerga qaytarilib, hujumga uchraydi va daraxtga bog'lab qo'yiladi. Pem 2 kun davomida bog'langancha qoladi. Nihoyat u arqonlarni tishlab uzishga muvaffaq bo'ladi. Hokimiyatga xabar berilgach qidiruv boshlanadi va qisqa vaqt ichida Jonning jasadi topiladi. Guvohchilik asosida tuzilgan kompozit chizma yordamida tergovchilar Lauren Cole va William Paulni aniqlashadi. Dastlab ular ayblovni inkor qilishadi, lekin dalillar kuchaygani sayin bu qo'rqinchli videomiki yo'q qo'rqinsizmiki? Jon Edvardsning o'limida Paul sherik bo'lgan bo'lsa, halokatli jarohatlarni aynan Cole yetkazgani aniq bo'ladi. Natijada Paulga 5 ta umrbod qamoq jazosi, Cole'ga esa o'lim jazosi tayinlanadi. Kanalimizga obuna bo'ling.
keyingi hikoyani birinchilardan bo'lib Bu antikvar hikoya ekan, bu Attendant has kesib been ham dead for bo'ladi. many years, but she still dutifully continues to serve. This is a strange airplane. Everyone who boards it never comes back. Daisy had just walked through the cabin. A trail Qanaqa of bu? bloody footprints appeared on the floor behind her. A girl and a monk witnessed the scene. They were so terrified they couldn't speak. The monk fearfully closed his eyes Kino and bo'lsa, began to pray. kino bo'lsa ko'rish kerak men uchun. But they didn't know that even more horrifying things had already started happening on the plane. There was a man washing his face in the bathroom. Suddenly a pair of bloody hands reached out from behind him. They clawed a bloody scratch across his face. At the same time, something even more terrifying happened. Men hamma stewardesslar shunaqa bo'lsa kerak. Tugab qoldi. Part 1 ekan, part 2sini olmabdi. Nega olmaydi u? O, anaqa-yu. Tashlandiq joydagilarmi? O. Ana bo'lmasa. La ilaha illallah. La ilaha Orqasida kimdir turibdi-ku. illallah. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati. Qaranglar. Bu ishlangan video menimcha. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Orqasida eshik bor. Mana bu xonaga o'tib ketadigan eshik turibdi. Hozir agar eshik tushib ketgan taqdirda ham u yoqqa kirib oladi. Qarab turinglar. ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. Ha, kirib ketyapti. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. Ya, kim bilan qo'yasizlar? Odam bor bu. Unchalik qo'rqinchli video ham emas, lekin bor-ku. Nima qilgan qo'rqinchli videolar yig'gan deganda, mana ko'rgan odam qo'rqib ketsin deb. Bu ishlangan videolarni yuklab olibdi. Normal ko'ramiz qani, balki orasidan qo'rqinchlisi chiqib qolar. To'xtab turinglar. Men mana shu joyda bitta narsani bilib oldim-da. Biz bularni tarjima qilib ketsak nima bo'ladi? Men inglizcha so'zlar chiqib turibdi, men ingliz tilini bilmayman, shuning uchun Google dan tarjima qilib yuboraman. Uxlay olmayapman. U meni uyg'oq tutish uchun kuzatib turibdi, deyapti. Uy, men basharanib turibdi. Qo'g'ish olani, lekin men yomon ko'raman hayotda ham. Nima balo bo'ldi? O ana. O'shaning uchun odam kechqurun ustini yopib yotish kerak. Nima balo bo'ldi? Orqasidan kimdir keldi hozir. Hoppa, mana olib turibdi. Yo'q. O'xti, basharani qaranglar chiroyliligini. Chiqib bunaqada bo'ladimi? Nima ekan bu? Kameraga tushgan qo'rqinchli narsalar. Mana nima balo bu? Sochmi? Mahmudda. What the fuck is that? What the fuck is that? O odam ketyapti. Yiqildi. Agar bu videoni kechqurun ko'rib turgan bo'lsanglar, uzr. Menda emas, bu o'zingizlarda. Ertalab ko'rishingiz ham mumkin. Ya, bu sening intellekt. Nima u? Venga, Jagger, ven. Vamos, sal de ahí, anda. Voy. Qo'l. Odam emas-da, aniq. Agar videoni ishlashmagan bo'lsa, aniq odam emas u. Hah? Kekunci? Bila. Iya. Bentar. Ochma. Dek, lu di mana, Dek? Dek.
Bile hammom ekan, ko'chada odam bo'lsa deb o'yladim. Menimcha tushunmaganmi? Adam bukan? Yang merinding. Voy, onangni nimaga? Kulishingiz. Yo'qol bu yerdan chiqib ket. Gel abi. Gel de konuşalım. Ya, bekor oynam bilan gaplashyapsan. Boboda kechqurun hojatga bormoqchi bo'lgan bo'lsangiz, uzr. Bu ham meni ishim emas, o'zinglarning aybinglar. What the fuck? Oynadan bir yoqqa qaraydimi? Evet. Duyulmadı. Ehe. Tegdi nima deb yozib qo'ygan? Emas deb yozib qo'ygan. Emas ekan o'zbekchasi. Hala buradaysan ki buradasın evin enerjin şu an çok belli. Siz kim bo'lsangiz ham o'sha yerda sizda Bazı o't. şeyler anlatmak ister misin? Sen meni eshitasan, nimadir dedi xolos. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya buni ham montajda qilish mumkin ekan. Kimsin sen? Ben Nima? Omar Men ularni dedi. ha ular. Nereden geliyorsun? Qayerdan kelyapsan? Turklarmi deymi? Unchalik uzoq emas. Uzaktan değil. Qatagan deyapti. Peki bunu nasıl yapıyorsun? Xo'sh, buni qanday qilasan? O yansıma aslında Refleks. burada mısın? Siz haqiqatan ham shu yerdamisiz? Onun içinde bir farklı bir Yoki uning ichida yoki bir narsa bormi deyapti. Buni hech qachon o'rganmaysan. bunu asla öğrenemeyeceksiniz. Buni hech qachon so'ramaysiz, shuni tushuntirilgan deyapti. Ya. Kurdinglarmi orqasidagini? Ani videoni ishlashgan, aniq. Qaranglar. Degan orqada turganini. Nima bo'ldi? Ha, nima bo'ldi? Xo'p. O'shaning uchun hamma joyda video urish kerak emas-da. Nimadir eshitilyapti ovoz. Degan ovoz. Tak. Qo'ydi. Nimadir bor deyapti-da shu yerda. Nimadir ovoz eshityapman deyotganda balkim endi men tushunishim bo'yicha shunaqa. Baland gapiravermayman mikrofonga. La gente está muy loca. Voy. Están tocando. To'rtta odam ko'rib o'tirgan ekan. Están tocando. La niña se está llorando. Sí. No, bien. Era yo, güey. ¿Qué lo dices? Chinga madre, mi amor. Pinche pedo. A ver, aguanta. Espérenme aquí, aguanta. No. El trabajo del hombre, ¿verdad? Claro. Estoy cel. Voy emasmi vakili? ¿Cómo es de mantenimiento? De calderas. Voy res taqalatyapti-da, o'shu emasmi? Está tocando. El red. Mi señor.
Chao. Uzoqroq turing. Yo'q, boshqa uy. Soat 12 bo'layotgan ekan. Son las 3 de la mañana, gente. Kimdir bor. Casi las 3 de la mañana. Güey, Kimdir turibdi. ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Como una sombra, güey. Como Una que con... mujer, ¿no? No, güey, no, 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 no. Ko'chaga chiqma. Es que si tocas. No. Se ve que tira Ya, verga. bratchi, ko'chaga chiqma. Tira verga. Ko'chaga No, se ve chiqsang que tira opasmiz. tropos, güey. Sí. Sí, calladito y todo, pero... ¿Qué quieres? ¿Sabes? ¿Qué es lo que quieres? Deja de molestar. Quiero que te largues. Yo, mayo. Nada. La mamalona. Hech kim yo'q. Normalón. Tomates. No, Ant turibdi ana. ¿Qué pedo, güey? Mashina orqasida. Oh, no manches. Oh, no manches. Ceci. Ceci. Oh. What is it? What? Tak. Stalker bizning mehmonxonamizga bostirib kirdi. Stalker nima degani? Is that? Ana dadam deyaptimi? What is it? What are you talking about? Stalker. Ya qo'ylaring, buni ishlagansizlar. Yo, He was here. what? I'm not kidding. Dude, relax, dude. We're at a hotel. There's security and stuff. Chill out. Qorovul bor-ku. No. Come here. Let's go over here. Let's go over here, okay? Let's sit down, okay? Yo, mayo. You saw him? Dude, you literally got my daughter scared too. No. Literally. Babe. Judayam antikvar videolar. Just relax. Bu ham birinchi qism ekan. Ikkinchi qismni yuklagan bo'lsin-da, ish qilib. Babe, I only had 2 dreams. Oh my god. Mila, did you see anything? We saw a creature. What'd you see? I saw a stranger. You saw a stranger? Oh. Whoopsie-doody-doo. Ishonmayapti-da endi bu. Someone's just don't even knock on the door. It's him, babe. It's him. Let me see. Just relax. Okay. Whoopsie-doody. Just a little. There's nothing there. Okay? Bu ishonmayapti-da endi. Bu otasi qo'li ishonmadi, lekin ikkisini yozmabdi. Meres. Ye. Voy, bile, voy. Sun'iy intellekt ekan. Oldin bor, men qo'rqinchli videolar chiqsa bir ishonchli bo'lardi-da, qo'rqinchli. Hozir sun'iy intellekt chiqib, bilib bo'lmayapti, qaysi rostdanmi, yolg'ondanmi bilib bo'lmayapti. Mamtan qaraylik, kimdir tushib kelyapti-amchi. Ana. Mana ikkita ko'z yonib turibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Mushuk. Hali video bor ekan. Nima ekan? Kimni qarayapti? Men tom ma'noda yolg'iz yashayman. Iltimos menga boshqa gallyutsinatsiyalar ko'rinmaydiganini ayting. Bu men bitta o'zim yashayman. Anti kimda turgan ekan? Uyimni oynasidan kimni qarab turganda o'tdi.
Biz uyda yolg'izmiz. Bu derazadan ko'rinib turibmiz tot. Tak. Nima bo'ldi? Ish ochilyapti. Oppa. Ana turibdi, eshik yonida kimdir. Xullas akalar, mana shu video, mana hozir turgan videolar haqiqiy bo'lishi mumkin, chunki kuchu mushular sezadi. Nimadir buyurganini kuchu mushular sezadi. Ular ko'ra oladi ham, ular ko'zida parda yo'q. Yo'qmi? Mana shu videoga men ishonishim mumkin. Bo'lim tugadi? Yeah, they ain't no pretty saving that. The only thing that's gonna save you right now is a bulldozer, my dude. Ko'rmayaptimi orqasida turgan odam? Yo'q, men shu videoga olyapti. Ruh. Yo'qmi, yo'q. Bular endi kameraga tushib qolganda bular. Ona nimaga qo'rqyapman lekin bu yerga to'sib o'tirishga. Qo'rqishli deb. Ko'rdinglar? Tepa orqasidan nimadir chiqib ketdi. Yo'qmi, yo'q. Mana eshik ochildimi? Eshikmidi bu ish qilib? Kimdir basharasi ko'rinibdi. Ochilgan eshikdan. Так, я Qo'lini qimirlatdimi? Yo'q, o'yinchoni yo'q bor maslahatim. Would you cook for me for $100? Ya bu endi точно sun'iy intellekt bu. This is really good. Точно sun'iy intellekt. Xullas. Tak, mana shu joygacha bo'lgan ekan videoyimiz. Qancha bu 27 minutdan oshibdi. Video menimcha sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Agarda sizlarni ham videoylar bo'lsa, mana shunday qo'rqinchli videoylar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bir Telegram guruh ochibmi, bir balo qilib sizlarning ham videoylarni ko'rishim mumkin. Agarda xullas bu videoning davomini ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, обязательно like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar, o'zingizning fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Tezda ikkinchi qismini ham chiqarib boraman. Unga yaxshiroq qo'rqinchli videolarni topishga harakat qilamiz. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, keyingi videolarda ko'rishguncha.